Assalomu alaykum, hörmətli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftixar Abdurashid. Hörmətli ko'rurmanlar. Tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 20 iyundan 22 iyungacha Birleşken Devletler Teşkilatı tarafından 2001 yılı bekitilgan Dünya Musafirlar Kuni bulup, bu münasebet bilen Dünya Uyghur Kurultayı, Uyghur Kişilik Hukuk Kuruluşu başçılıkındaki 50 Uyghur Teşkilatı ve Halkaralık Musafirlar ve Kişilik Hukuk Teşkilatı bugün, yani 17 iyun Cuma günü birleşim imzalık bayanat elan kılıp, Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Ali Komisarlığının öz içine algan halkaralık organlarını ve her qaysı ellerinin hükümetlerini Xitay qaytırılış xavfiga duch kelayotgan ve mustabid Xitay hakimiyetini iz qo'g'lab ziyankeşlik qilishga uchrayotgan Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkistonlik musafirlarni qo'g'dab qilish uchun jiddiy tadbir qo'llanishga chaqirdi. Yuqorqi 72 tashkilotning birlashma bayonotida Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan keng ko'lamli tutqun qilish, majburiy emgak silish, qiynash qilmishlarining uzluksiz kuchayishiga mos holda chet ellardagi Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar va kishilik huquq qo'g'duvchilarga qartilgan davlat halqigan tahdid va ziyankeşlikning borgan sari ish berayotganligi ta'kidlanish bilan birga, Xitoyning talabi va tuhmat bilan ba'zi hukumatlar tomonidan tutqun qilingan Uyg'ur musafirlarining ciddi halda Xitay qaytırılış xavfiga duch kelayotganligi. Şoňa her qaysı döwletler hökümetlerining Uyg'urlarni Xitay qaytırış meselesinde alayda sezgür ve ehtiyatchan bo'lishi lozimligi bayon qilindi. Bayonotda yana Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Ali Komisarlığının xalqaraning qo'g'dishiga jiddiy ehtiyoj tuyayotgan Uyg'urlarning arxivini ve her qaysı eller tarafidan tutqun qilingan Uyg'urlarning tizimlikini turg'izib chiqib, munosabatlik döwletlarning Uyg'urlarni Xitay qaytırıp bermaslik ve Uyg'urlarning o'zlarini qonun jihatdan aqlashiga yo'l qo'yish haqida jiddiy ogohlantirish berish talab qilindi. BDT Musafirlar Ali Komisarlığının sonliq ma'lumotlarida ko'rsatilishicha, hozir dunyo bo'yicha irq, din, siyosiy ko'zqarash jihatlarda o'z davlatida besimga uchrab chet ellarga qochib chiqqan musafirlarning umumiy soni 25 milliondan oshadi. Mag'lubiyat bilan oxirlashgan Sharq Turkiston ziyoratidan keyin demokratik ellarning Uyg'ur va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq ayblashiga uchragan BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet bu qatimqi Sharq Turkiston ziyorati mezgilida o'zining tutqundagi Uyg'urlar va yoki ularning oila tavobatlari bilan ko'rishalmaganligini, chunki Xitoy hukumat xodimlarining o'ziga davomli agishib birga yurganligini oshkorladi. Angliyaning muhofizatchi gazetining xabar qilishicha, Sharq Turkistondagi natijasiz ziyorati sababidan kuchli tanqidlarga uchragan va yaqinda o'zining pensiyaga chiqadiganligini e'lon qilgan Bachelet xonim hozir Jenevada o'tkazilayotgan BDT kishilik huquq kengashining 50-nji navbatdagi yig'ini mezgilida e'lon qilgan bayonotida o'zining Xitoydagi ziyoratiga cheklama qo'yilganligini bildirgan. U 15-iyun kunidagi bayonotida Guangdongdagi ziyoratida bir qism fuqaroviy tashkilotlar vakillari bilan ayrim ko'rish fursati bo'lganligini, ammo Sharq Turkistondagi ziyorati mezgilida hukumat xodimlarining davomli o'ziga agishib olganligini oshkorlagan. U yana mundaq degan: "Men Qashqardagi turmini va atalmış kasbiy ma'rif va tarbiyalash markazini ziyorat qilib, doiralar bilan so'zlashdim. Ammo men ziyorat jarayonida hozir qo'lga olingan hech qanday Uyg'ur yoki ularning oila tavobatlari bilan paranglashib olmadim. Men buni burunlab faraz qilgachqa, ziyoratimdan burun hozir chet ellarda yashayotgan bir qism sobiq mahbuslar va yaqinlar bilan aloqasi uzilib qolgan oilalar bilan ko'rishgan edim." Halbuki Michelle Bachelet Xitoyni ziyorat qilish planini e'lon qilganda nurg'unlagan kishilik huquq organlari uni bu ziyoratidan to'sgan edi. Chunki uning Xitoyda millionlagan Uyg'urlar tutib turilayotgan lagerlar va rayondagi boshqa ta'qib sistemalarini erkin ozoda ziyorat qilishga yo'l qo'yilmaydiganligini. Aksicha bu ziyorat orqali Xitoyga o'z siyosatlarini aqlash fursati berib qo'ydiganligi to'g'riliq ogohlantirgan edi. Michelle Bacheletning xalqarodagi shuncha chaqiriqlarga quloq solmasdan Sharq Turkistonga ziyoratga berishi va natijasiz qaytib kelishi Michelle Bachelet va BDT kishilik huquq kengashining obraziga qattiq dog' tekkizgan. Shu sababdan Michelle Bachelet va u vakillik qilgan BDT kishilik huquq kengashi xalqaro jamiyatning kuchli ayblashlariga uchramoqda. Michelle Bacheletning mag'lubiyat deb ayblangan Sharq Turkiston ziyoratidan keyin BDTning Xalqaro emgak tashkiloti harakatga o'tgan va Xalqaro emgak tashkilotiga a'zo davlatlar 11-iyun o'zining 110 qatimliq yillik qurultayining oxirgi kuni Xitoyga o'mak avatib, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgak silish masalasi ustidan baholash ilib berishni qaror qilgan edi. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Aysa, Qurultay İcraiya Komitetining muavin reisi Turg'unjon Alavudin, Qurultay Ayollar Komitetining mudiri Zumratay Erkin va Qurultay Yoshlar Komitetining mudiri Erkin Zunlardan tarkib topgan Qurultay hay'ati 16-iyun kuni Germaniyaning Myunxen shahrida Germaniya Sosyal Demokratlar partiyasiga mansub Yevropa parlamentining g'olliq a'zosi İsmail Ertug apandi bilan ko'rishib,
Uning hozirga qadar Yevropa parlamentida Uyg'urlarga ko'rsatib kelgan samimiy g'amxo'rligi va qo'llashiga rahmat aytish bilan birga, Yevropa parlamentining 9-iyun kuni Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qo'rqinchli qilmishlarini insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik xavfi deb qaror qabul qilganlik munosabati bilan butun Sharq Turkiston xalqi nomidan Yevropa parlamentiga va uning a'zolariga qaytadan minnatdorlik bildirganligini izhor qildi. Yevropa parlamentining a'zosi İsmail Ertug efendim bo'lsa Germaniya irqiy ayrimchilikka qarshi turish birlashmasining aktiv a'zolarining biri bo'lib, u Yevropa parlamenti bilan Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va Mongoliya parlamentlari hamkorlik o'mkining a'zosi. Shundaqla Yevropa parlamenti Turkiya hamkorlik munbirining qo'sh raisi bo'lib vazifa o'tab kelmoqda. İsmail Ertug efendim tunji bo'lib 2009-yili Yevropa parlamentining a'zosi bo'lib saylangan edi. Shundan buyon u Yevropa parlamentida Uyg'ur xalqining ovozi bo'lib kelmoqda. Dolqun Eysa efendim bu qitim quchirish jarayonida qilgan so'zida Yevropa ittifoqining Yevropa parlamenti tarafidan e'lingan Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining ro'yiga amal qilib, Yevropa birligi Xitoy munosabatlarini qaytadan ko'zdan kechirib chiqishi lozimligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'ur majburiy amkini to'sib qilish uchun Yevropa birligining Xitoyga qarshi yenim unumlik jazo va embargo qarorlarini yo'lga qo'yish lozimligini ta'kidlab o'tdi. İsmail Ertug efendim qilgan so'zida o'zining bundan keyinmi Yevropa parlamentida ezilgan Sharq Turkiston xalqining ovozi bo'lishini izchil davomlashtirganligini va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun ham Yevropa parlamentida ham Germaniya siyosiy sahnalarida butun kuchi bilan tirishchanlik ko'rsatganligini ifoda qildi. Xitoyning ko'zish kamera şirketi bo'lgan Hikvisionning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan bostirish siyosati bilan bevosita munosabat borligi yana ilgirlagan holda isbotlangan. Dunyodagi nazorat kamera sistemlari ustida tadqiqot olib boradigan IPVM tadqiqot shirkati 14-iyun kuni yaqinda oshkorlangan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi sonliq ma'lumotlarni tadqiq qilish asosida bir yangi doklad tayyorlab chiqqan bo'lib, ular Hikvision shirkati kameralarining tartgan ko'rinishlarining ba'zi Uyg'urlarning qo'lga ilinishini keltirib chiqarganligini bayqagan. Ular bu suratlarni tartgan kameralarning nomerlarigacha aniqlagan ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, Hikvision kamerasi bir Uyg'ur er kishi haydayotgan avtomobilning rasmini tartgandan keyin nomer taxtasidagi nomer avtomatik holda Sharq Turkistondagi soqchi sonliq ma'lumot ombiriga avatilib, silishtirilib, kimlik aniqlab chiqilgan va natijada avtomatik holda bu kishining darhol qo'lga olish belgisi chiqarilgan. Bu kishi chet el bilan munosabatli deb qaralganlik uchun qo'lga olish belgisi chiqarilgan ekan. Dokladda ko'rsatilishicha, soqchi taraf 2018-yilga oid ishki hujjatlarda Sharq Turkistondagi 23 million aholining uchurlarining sonliq ma'lumot ombiriga kirgizilib bo'lganligini qayd qilgan ekan. Bu sonliq ma'lumotlar atalmish bir gavdalashgan birlashma urush supsi IGOP ga ulangan bo'lib, avtomatik holda shaxslarga doir barliq uchurlarni to'plab, shuning asosan xavfli kishilarga belgi qo'yib mangdi ekan. Bosh shtab bo'lsa mush uchurlar asosan kimni tutqun qilishni buyuruydi ekan. Axios xabarlarining aytishicha, Hikvision buningdan ilgari o'z kamerasining Uyg'urlarni bostirishda qo'llanganligidek xabarlarni rad qilib kelgan bo'lsa-mu, bu yangi doklad chiqqandan keyin bir inkos bermagan. Amerikadagi Xitoy elchixonasi javob bermagan. Amerika Moliya ministrligi 2021-yili bu shirkatni qora tizimlikka kirgizgan edi. Aziz ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.